Bu videoni storiesga qo'yganimdan keyin hamma qayerligiga qiziqib qoldi. Yo'q, bu Bali ham emas, Vietnam ham emas. Shvetsariyaga ham umuman aloqasi yo'q. Siz ko'rib turgan yashilliklar, choy plantatsiyalari, cho'qqilardagi qadimiy qal'alar va dengiz. Eng qizig'i, bu jannat makon manzillarga vizasiz borish mumkin. Bularning barchasi Turkiyaning sohil bo'yi shaharlari tabiatidir. Sizda Gruziya mamlakatining eng go'zal dengizoldi shahri Batumi hamda Turkiyaning Qora dengiz qirg'oqlarida joylashgan betakror Rize va Trabzon shaharlariga bittada sayohat qilishning imkoniyati mavjud. Ikki mamlakatning 3 go'zal shahriga Sayohat TV jamoamiz bilan birgalikda bu mo'jizani o'z ko'zimiz bilan ko'rishni maqsad qildik. Sizda esa biz bilan birga sayohat qilish imkoni bor. Qiziqmi? Unda hoziroq ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'laning. Unutmang, Gruziya plus Turkiya kombi turiga bu yil ulgura olmasangiz, keyin 7-8 oy kutishingizga to'g'ri keladi. Shoshiling!